Men senga aytyapman. Turkiyaga ketamiz. Qizingni tashlab ketish kerak. Men u yerda unga boshqaruqlik qilib yurish xohlamayman. Men o'z tuqqan qizimni qanaqa qilib tashlab ketaman? To'g'ri, seni qizing. Yo uni tanlab, yo meni tanlab. Ana shuncha deddom bor. Bolasi yo'qlar bor. Bitta masjidga tashlab ket. Birovga olib berishadi. Shuncha odam bor. Qara, Men tashlab ketolmayman qizimni. Nimaga o'ylayapsan? Yo uni tanla, yo meni tanla. Qizim, mana seni kimlaring? Shu yerdan yurmay o'tirgan xo'pmi? Mana masjid. Bu yerda juda ham yaxshi odamlar ko'p. Shu yerda o'tirsang, seni birov kelib olib ketadi, xo'pmi? Mana seni Qo'l tezroq. shuni yeb olib kursam ochganda, xo'pmi? Oyijon, meni tashlab ketmang. Zava, bu yerda nima qilib o'tiribsan? Oying tashlab ketdi? Qayerga ketdi oying? Turkiyaga? Dadang qani? O'lgan. Dadang o'lganmi? Apalaring, ukalaring yo'qmi? Yo'q, Oying nimaga Turkiyaga ketdi? ishlagan. Ishlagani? Xo'sh, endi sen qayoqqa bormoqchisan? Bilmaysan? Nima, boradigan joying yo'qmi? Yo'q. Ya assalomu alaykum. Alo, yaxshimisiz? Siz kimsiz? Rahmat. Kiring uyga. Rahmat Sanjarbek. Huzur bezovta qildim seni. Bir iltimos bilan keldim Sanjarbek. Bemalol. Men eshitganman, sen yetim bolalarni olib katta qilyapsan. Xabarim bor, 17 bolaga otalik qilyapsan. Men shuni o'ylab oldinga keldim. Mana shu qizchani onasi masjidga olib kelib tashlab ketibdi Sanjar. Otasi yo'q ekan. Birov seni olib ketadi debdi. Men oradan o'tib shu qizchani olib sen esimga tushding. Iltimos Sanjarbek yo'q dema. Ya, Shu ya. yetimni qabul qil. Kelinchi qizim. Ayla qizim. Ismingiz nima? Sumayya. Voy, chiroyli ismi bor ekan. Bo'ldi, Hojiboy. Bu qizim qilaman-da buni, qizim. Olasanmi? Albatta, Hojiboy. Bunday qizlar farishta-yu, kiradi bunday qizlar. Rahmat senga Sanjarbek. Kirmaysizmi, Hojiboy? Rahmat. Olovdan qaytsin bu yaxshiliging. Xo'p, mayli, tinch Qizim, bo'ling. baxtli bo'l. Xo'p, Hojiboy, tinch bo'ling.
Mana qizlarim, yangi o'rtoq keldi sizlarga. So'rashinglarchi? Mana o. Mana qizlarim bugundan boshlab Sumaya qiz bizning qizimiz bo'ldi. Muslima qizim, yaxshi o'rtoq bo'lasiz. Ha? Robiya, hammanglar bo'ptimi? Chiroyli o'ynaysizlar. Bugundan boshlab sizlar eng yaqin o'rtog'inglar, opanglar, singillar bo'lsin, bo'ptimi? Biz hamisha nima bo'lishimiz kerak? Ko'p aytaman, birimlikda bo'lib, chiroyli hayot qilishimiz kerak, to'g'rimi? Bo'ldi. Endi o'yna olasan, qizim, bemalol o'ynab, nima olasan? Boring o'rtoqlaringiz bilan. Sumaya xafa bo'lma, bizni ham dadamiz ayamiz yo'q. Endi bugundan boshlab eng qadrli o'rtoqlar bo'lamiz. Muslima to'g'ri aytasan. Sumaya endi kun bir bardig'iz birga bo'lib, cho'g'i bo'lib, patrushka bo'lamiz. Bolajonlar, ovqat tayyor. Qo'linglarni yuvib ichkariga kiringlar.